Edmozon Remix. Super kanal. Bu zamonda dunyoqarash odamlarda sal xomroq, aldanganini tushuntirishdan aldab ketish osonroq. O'zingdagi ishongan jihating bu safar bo'ladi. Yilni ilk 12 oyi doimo qiyin bo'ladi. Ishlar yaxshi yurmasa demak ishlar bilan boshqa yurma. Agar sher sukut saqlasa lutfi gapini bo'lma. Maqollar ko'p, qaybirisi to'g'ri tushunmaysan ham. Havo bulg'anmaguncha havoni sezmaysan ham. Chekinishga yo'ling bo'lsa qo'rqmaslik paydo bo'ladi. Insof degan tushuncha ham goh bo'ladi, goh o'ladi. Nima demoqchiman? Kimgadir qolib ketmasin dil yara. Buqa qancha katta bo'lmasin, konservaga sig'adi qara. Tashvishni o'ylab siqilma, u seni o'ylamaydi. Bu dunyoni o'yin qilma, dunyo bugun o'ylamaydi. Kim hayotda yiqilmagan demak ko'tarilmagan, kimki ko'tarilmagan demak u yiqilmagan. Ojizga ko'rsata olmaysan, karafga aytib bera olmaysan, ahmoqqa isbotlay olmaysan, tentakka tushuntira olmaysan. Qayerda kerakmassan, agar xarob kiyinsang, chiroyli kiyimda ham u yerda bir kiyinsan. Kimgadir yoqmasang tashvishlanma, muammo emas. Axir yaxshi deb sohibi bo'lish hammaga qilmas. Hayot shunaqa ekan, goh qarzi bor, goh qarzi yo'q. Mehnat darsi bor, lekin dam olishni darsi yo'q. Hayotda va'da berib va'dasini qilolmas. Bu hayotda asosan soqovlar balo bo'lmas. Baxtliman deganlarda balki aslida baxt yo'q. Bariga vaqt davo bo'lsa nega aptekada vaqt yo'q? Edik Boy Studio. Nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Har bir hafta mashinada ikkitadan dvornik bor. Nega hech bir dvornikda bittadan mashina yo'q? Hayot ancha surbetroq, xohlasang tekshirib ko'r. 1% liter olib zaryadkaga qo'yib ko'r. Fikr ham bir transport, odam har xil bo'ladi. O'z fikri yo'q bo'lsa birovnikidan foydalanadi. Har eshikni ochadigan faqat ikkita so'z bizdan. Bitta so'zingizga va bitta so'zingizdan. Inson tabiat shu soxtalik ketidan quvar. San qo'lingni yuvmaysan, qo'llaring bir-birini onalar mehr berar, maktabchi ta'lim berar. Qanchalik inkor qilmagan tarbiyani ko'cha berar. Aytishadi hammada baxt bir-birinikidan farqli. Kimda tug'ilgan kuni ko'proq bo'lsa o'sha baxtli. Hayot nadomatli, har bir ish alomatli. Tog'dan baland boylik bo'lsa ham qimmat salomatlik. Qizlar oldin shahzodasan kutisharni bilishmaydi. Keyin hayron bo'lib nega shahzodalar ish qilishmaydi. Qancha inson ko'chada, tirikchilik ilinjida, lekin hamma ham aytmaydi yashashim qiyin juda. Kimlardir nola qilsa, kimlardir bardosh qilar. Hayotda inson ikki xil, faqat sen va boshqalar. Hech qachon aql bilan pul ishlatib bo'lmaydi. Goh puling bo'lmaydi, goh aqling bo'lmaydi. Tajribang yoshar, yashab o'tganing sari yoshni. Yaxshi qo'shni hech qachon uyda bo'lmaydigan qo'shni. Talpa bilan hatto she'rni yiqitsa bo'lar, lekin ma'no boshqa joyda. Talpa faqat shakalda bo'lar. Aqlli bo'lish uchun kitob o'qishdir qoya. Mard bo'lib yashash uchun faqat xohish kifoya. Faqat xohish kifoya. Ikkita so'z bu, ikkita so'z. Toparmiz bahonalar, vaziyat tushuntirish. Yo'l-yo'lakay topilgan bahona faqat kuldirish. Taqdirdan qocholmas oddiy odam yoki sizda bormi? Taqdirdan qocholmagan hatto o'sha desdemona. Taqdir bu bo'mbo'sh daftar, unga o'zimiz yozamiz. Faqat qaytar dunyo nomli qalam bilan yozamiz. O'ylagin minimum el qatori bo'lishing kerak. Hamda kimnidir sevimli yori bo'lishing kerak. Bir o'qituvchi hamma fandan dars bera olmasa-da, bir o'quvchi hamma fanni o'rgana olishi kerak. Bu hayot kimga kerak deb savol bersa yurak. Eslab qoling, bu hayot faqat baxti borga kerak. Qayg'u va alam bormi yuragimga preslar. Radius 21 nigohida bir eslab turamiz, bir eslab. Doim xotiramda deb qaniydi trend qilolsam radius legenda deb. Hayotda bo'l xo'ja Nasriddin yoki Aldar Ko'sa. Nima qilasan qora rangda oq deb yozilgan bo'lsa. Edik Boy Studio. Oq deb yozilgan bo'lsa, oq deb yozilgan bo'lsa. Nima qilasan qora rangda oq deb yozilgan bo'lsa. Oq deb yozilgan bo'lsa, oq deb yozilgan bo'lsa. Edmozon Remix. Super kanal.
Boy Studio.